أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli o'quvchilar, biz Fiqhul Avlaviyat nomli kitobimizning birinchi qismida islom ummatining avlaviyat tushunchasiga bo'lgan ehtiyoji, ummat bugungi kunda avlaviyat tushunchasida yetersizlik va avlaviyat tushunchasida keynida qolganligi haqida, uni bilish va uyg'unishning muhimligi haqida to'xtalgan. İkincisida avlaviyat tushunchasining boshqa tushunchasi bilan, ya'ni fiqhul maqosid va fiqhul muvozanat tushuncha fiqhlari bilan bog'lanadiganligi haqida biz to'xtalgan. Uchinchisida sonning va sonning sifatning oldida turmaydiganligini, sifat sondan muhimligini to'xtalgan. To'rtinchisida fikr sohasida, beshinchisida da'vat va fatvo sohasidagi bo'lgan tushuncha haqida to'xtalgan. Bugun fiqhul avlaviyat fi majalil amal, amaliyat maydonida sohasidagi a'lo muhim bo'lgan ishlar haqida to'xtalmoqchi. Bu temada 6 xil mazmunda to'xtalamiz. Birinchi, avlaviyatul amalid doim alal amalil munqati. Davomlashadigan amalning davomlashmaydigan amaldan a'lo ekanligi haqida to'xtalamiz. Islom davomlashadigan, üzülüp qolmaydigan, uni qilgan kishi davomli, ya 1 yil, 2 yil, balkim 5 yil yoki bir ömür qila oladigan amal 1 oy qilib to'xtab qoladigan yoki 1 yil qilib to'xtab qoladigan yoki bir necha qitim qilib to'xtab qoladigan amaldan o afzal darajasi yuqori, fazilati Allah'ın oldida katta, savobi ajri cho'ng ekanligi haqida biz so'zlab o'tamiz. Demak, bu yerdagi masala Allah subhanahu va taolo musulmonlarga davomli ijro qiladigan namoz, zakat, ro'za yoki haj, masalan, farz qilingan, vojib qilib ustiga otilgan ibodatlar haqida bahs qilmaymiz. Ama Müslüman Allah'ın rızalıkını izleş yüzüsüden özüge özü kilimen de kılan, ya ki İslam bizde rıgbetlendirgen, hemisi günah olmaydıgan sünnet, nefli, mesela ameller, nefli namaz, nefli roza, nefli sıdıka, nefli hac, ya ki nefli cihad, digine okşagan, muşundak amellerini Müslüman özü Allah'a yakın buluş ve Allah'ın rızalığını izleştir kılan bulsa, bu ameller okşaş bulsun mu, ama birisi bizden faziletlik ve savabı yukarı buluşta o amelin devam buluşu, o amelin faziletlik buluşuna sebepçi bulunduğunluk hakkında sözdeyimiz. İkincisi, evleviyetul amelil mutaaddin nef'i alel qasiri. Başkalarga faydası tigidigan amel, faydası özüdün aşmaydigan amelden a'la degan haqida to'xtalamiz. Demak, bir amal bor. O amelning faydası özü qilam, özü ham ko'radi manfaatini. Yeni bir amel bor, o amel o'ziga foydali, yoki oilasiga foydali, yoki millatiga foydali, ya bütün xalqqa foydali. Mana bu amel o'ziga ham faydasi tegidigan ameldan a'lo, afzal, savobi yuqori ekanligi haqida to'xtalamiz. Demak, manfaat amalning
savobning katta bo'lishi va amalning fazilatining yuqori bo'lishi amal qilguvchining Alloh taolaning oldida darajasi cho'ng, martabasi yuqori bo'lishiga olib boradi. Hamda bu amalning manfaatiga qarab amal shundoq muhimmi? Bunda amal birinchi Alloh rizoligi uchun qilinadi. Ammo Alloh rizoligi uchun qilinadigan amalning insonga ham manfaati bor. İnsonga ham manfaati bor. Shuning uchun insonlarga naf qancha ko'p yetsa va yetgan naf qancha ko'p kishiga yetsa va qancha uzun davomlashsa, o amal o nafning uzun davomlashishi bilan, naf yetadigan odamlarning oz ko'pligi bilan o amal a'lo muhim amal bo'ladi. Uningdan boshqa amallarga qarata. Uchinchi, avlaviyatul amalil atwali naf'an val abqa asran. Yuqoridagida manfaati, foydasi boshqalarga tegadigan amal bilan faqat o'ziga bo'ladigan amalning a'lo ekanligi, afzal ekanligi haqida to'xtaldik. Buning da manfaati, uchinchisi manfaati uzoq davom qiladigan amalning manfaati mezgillik amaldan ortiq yuqori ekanligi haqida to'xtalamiz. Bir amal bor, uning manfaati 5 yil davom qiladi yoki 10 yil davom qiladi. Yeni bir amal bor, uning manfaati 20 yil yo 30 yil davom qiladi. Bir amal bor, o amalning manfaati bir yurtga yoki bir mahallaga yoki bir viloyat nohiyaga manfaati bo'lsa, yana bir amal bor, u davlatga, jamiyatga yo nurg'ungan dunyoga manfaati va amal bor. Mana bu amal o'zining doirasining ko'p yoki ozligi bilan foydalanuvchilarning jiq yoki ozligi bilan amalning fazilatlik amal yoki fazilati tuvan bo'ladiganligi mana bu islomda belgilanadi. Demak, manfaat amalning fazilatlik bo'lishi va bo'lmasligiga bir vosita bog'liq. Hatto ba'zi vaqtlarda manfaati yuqori bo'lgan amallar manfaati o'ziga cheklanadigan amallardan muhim bo'lib, musulmonlar u amalni talab qilish muayyan, ya'ni uning ustiga majburiyat sifatida, taklifat sifatida yuklanadigan bo'lishi mumkin. To'rtinchi, avlaviyatul amal fi fitaniz zaman, ya'ni zaman jahon buzilgan chaqda amal qilishning afzalligi. Jahon buzilib, odamlar askilishib, nacharlashib, din shariatdan yiroqlashib, axloq fazilatdan chiqib, o'zining kimligini unutib qilayotgan vaqtda o'zining kimligini tunib, qandoq odamligini bilib, aslisini saqlab, axloq fazilatni ching tutib, shariatning o'lchamida yashaganlik, mana bu amalning fazilatlik, amalning a'lo darajasining oliy, muhim bo'ladiganligining bir talabi va bir taqozosi. Chunki butun odamlar hurullashgan, axloq fazilatdan yiroqlashgan, o'zining diniy milliy kimligini unutgan, buzilgan jahonning chayniga saldak eqib ketayotgan bir mezgilda o'zini saqlaganlik, o'zini unutmaganlik, o'zining kimligini esida ching tutib, shuning talabi bilan yashaganlik, u odamga nisbatan oson emas. U odamga nisbatan undaq qulay emas.
Lekin onun için tuğanlıqı kalbinin saflıqı, niyetinin toğurluqı, özünün imanının müstahkemlikiga dalalet kılıdı. Mana bundaq zamanda qilgan amal, onundan başqa zamanda, hammadan qilgan zamanda qilgan amaldan afzal. Masalan, bir amal bor, hammadan qilyotidi. Ama bir zamanlarda o amal cheklandi, o amal to'sildi, insonlar o amalni unutib ketdi. Lekin uni qilg'uchi kishilar tarafidan ayiblanadigan, hatto yeklanadigan, yomon ko'riladigan bunda bir zamanda o amalni qilganlik boshqa vaqtda qilganlikdan afzal. 5. Avlaviyatul amalil qalb alal amalil javari. Qalb amalining oshkora amaldan muhimligi, a'loligi, jismoniy amaldan a'lo ekanligi haqida to'xtalamiz. Har qanday amal, mayli o namoz bo'lsin, mayli o ro'za bo'lsin, mayli o jihad bo'lsin, qanday amal birinchidan ixlos bilan bo'lmasa, to'g'ri niyat bilan bo'lmasa, haqiqiy samimiy qalb bilan bo'lmasa, u amal Allohning oldida maqbul emas. O amal Allohning oldida maqbul emas. Şunu namozni Allah subhanahu va taolo nurg'un yerda buyursa, namoz o'quvchilarni maqtasa, hatto ba'zi yerda namoz o'quvchilarni so'kkan va ayblagan yerlar bor. Favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deb ayblagan yerim bor. Unda da qalbning amali har qanday amalninki, ya'ni jismoniy amalning oshkora ko'rinadigan amalning oldida turadiganligi, o amallarning muhim manbasi ekanligi bu yerdan chiqadi. Ammo qalbining yaxshiligi, niyatining to'g'riligi ne dalil qilib turib amal qilmasa, jismoniy amalni qilmasa, jismoniy amalni bilan o'zining qalbining safligi, niyatining to'g'riligini isbotlamasa, o niyatning to'g'riligi, o qalbning safligi hech nimaga arzimaydi. 6. İxtilaful abdal bi ixtilafiz zaman val makan val hal. Afzal amal mu zaman, makan, ahvalning o'zgaradiganligi bilan özgürüşü bilen özgürep turtkanlığı, yani amellerinin afzallik derecesinin zaman, makan, ahvalga karab özgürüp turuşu. Bu bir amel var. Bugün afzal. Çünkü Müslümanlar onun ihtiyaclı. Xuddi bugün misal alsak bir mahallede tok o'chib qoldi. Hamma Müslüman tok ihtiyaclı. Bunda vaqtda Müslümanlar özünün öylerinde işletiş üçün yandırıdığın çıraqlarını derhal hazırlaş, o afzal amal buludu. Bir vaqtda Müslümanların yemek içmekleri, yani açlığı kemler, Müslümanların açlık menbesi üzülüp gelip açlık kimmeşip gitipti. Müslümanlara o açlık yetişmekti. Bunda vaqtda açlık yo'tkab kiradigan tijoratchilarning amali afzal bo'lishi mumkin. Yeni bir vaqtda musulmonlar nurg'unlagan mahsulotlarni ishlab chiqaribdi, bozorga sepdi, ammo u musulmonlarning yoki kishilarning ehtiyojini eshib qoldi. Uni boshqa shaharlarga, boshqa yurtlarga olib borib setish u musulmonlarga nisbatan afzal bo'lishi mumkin. Demek bir növbette, bir zamanda ekiliş afzal bo'lsa, bir zamanda u yerdan etkitish afzal bo'ladi. Zaman amallarning afzallik darajasining zaman, makan, ahvoliga qarab o'zgarib turishi. Ya'ni musulmonlarning ehtiyojini qamdash, qiyinchiligini hal qilish, musulmonlarning turmushini qulaylashtirish, musulmonlarga yaxshilik, manfaatlik yetkazish bilan o amelinin afzal
yoki joiz amalga olinganligi haqida dersimiz, ya'ni bu vaqtda shu 6 turli haqda to'xtalamiz. Mana bu dersning umumiy temasi shu. Endi hozir birinchi temaga kelamiz. Avlaviyatul amalid doim alal amalil munqati. Davomlashadigan amalning üzülüp qoladigan amaldan muhim avlalıqı. Laqad bayyana al-Qur'anul Karim kama waddahat as-sunnatu sharifa anna al-a'mala 'inda Allah mutafawitatul maratib wa anna hunaka al-abdal wal ahab ila Allah ta'ala min ghayri. Qur'oni Karim ulug' hadis rushan bayon qilganidek, aniq bayon qilganidek, Qur'oni Karim amallarning Allah subhanahu va taoloning dargohida martabasining farqli ekanligini bayon qiladi. Qur'onning o'zi uningga agishib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari amal Allohning oldida farqli. Martabasi farqli, darajasi farqli ekanligini bayon qiladi. O amal o'xshash emas, ya'ni savob o'xshash emas, fazilat o'xshash emas, uni qilgan kishimi ham o'xshash emas ekanligini bayon qiladi. Va bu yerda Alloh subhanahu va taologa boshqa amaldan suyumliroq bo'ladigan, afzalroq bo'ladigan amalni bu bayon qiladi. Ikki amal bor, ikkisidan birisi Allah subhanahu wa ta'ala en suyumlu. Yeni birisi o amel Allah Teala hamma amelni yaxshi ko'radi. Hamma amelni do'st tutadi. Ammo o amellerden birisi bekroq suyumlu, birisi Allah subhanahu wa ta'ala'nın oldida afzalroq amal bor. Allah subhanahu wa ta'ala mana أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سلا hacılarını, suğağallıkını, Mescid-i Haram'ını güllendirgenlikni, hacılarını suğuyuş, yani Irak'tan kelgen, musafir hacılarını öyledi kondağan, tamak etken, ularninki qiyinchiliklarni hal qilgan va ularga mehmon do'st bilan muomala qilgan, Masjidil Haromni remonat qilgan, Masjidil Haromni taraqqiy qildirib, moddiy tarafini taraqqiy qildirgan, uni bizigan, zinnatlagan, gullandirgan ishlarni Allohga ishongan, oxirat kunisiga ishongan, Alloh yo'lida jihad qilgan kishilarga o'xshash qildinglarmi? O kişini, şu Mescid-i Haram'da güllendirgen kişini, Allah yolunda cihat kılgan kişiye okşaş kılamsılar. Ya ki Allah yolunda cihat kılış, ahiret günüski işinişini, hacılarda soğağallık kılan okşaş kılamsılar. Şunu beraber demişlerseler. La yestavune indallah, Allah'ın huzurunda bu beraber emestek, Allah subhanahu ve teala bana emellerinin beraber emes ikenlikini bu yerde oturup koydu. Vallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah Teala zalim kavmini hidayet kılmaydı. Yani müşrik kavmini hidayet kılmaydı. Doğru yola başlamaydı dese, yeni bir manisi amellerini faziletlik ameller bilen, faziletlik bulmayan amellerini, a'la ameller bilen, a'la bulmayan amellerini, bugünkü muhim bulgan ameller bilen, bugün muhim bulmayan amellerini farklandırıp özüge layık muamele kılanmayan kişilerini Allah hidayet kılmaydı o dedi. İman etkan, hicret kılgan, Allah yolunda malları, canları bilen cihat kılganlar Allah'ın dergahida derecesi kattıraktır. Ana ola maksatki yetiştir deb Allah Teala mana amelni hacı, hac kılgan, hac kılış, cihat kılış, hicret kılış ve Mescid-i Haram'ını güllendiriş, bu yerde nurgun emeller var. Biri hac kılış, Mescid-i Haram'ını güllendiriş ve hac kılganlarını kütüş, cihat kılış, hicret kılış, mana bu emellerinin farklı bulunduğunluğunu, okşamaydıganlıqını, derecesi beraber bulmaydıganlıqını Allah özünün
so'zi bilan bizga bayon qiladi. Demak, amallar farqli. Buni sahih hadislar payg'ambar iymon 60 necha yoki 70 necha shoxcha xislat. Uning yuqursa la ilaha illallohdir. Tüvini yo'ldan aziyatni yo'qotishdir. Kishilar tushib ketadigan yoki kishilarni to'sib oladigan, bigadim bakar yo'lni to'sib oladigan qaroqchi bo'lsin, yanjuqchi bo'lsin yoki zolim larning cho'moqchilari bo'lsin yoki yo'llarning egiz past taraflari bo'lsin, bu yo'ldagi aziyatlarni yo'qotish tüvini. Mana bu hadis bu putaklarning qimmati darajasida farqli ekanligiga dalolat qildi. Bu hadisma yuqorisi tövini deb ko'rsatadi. Eng ustini eng tigi deb ko'rsatadi. Mana bu hadisning o'zidan amallarning farqli ekanligi, bir-biriga o'xshamaydiganligi chiqib turadi. Va hada tafawut laysa i'tibati. Bu farq sababsiz emas, qarg'ulacha emas, lekin o rioya qilinishga tegishlik asos o'lchamlarga qurilgan. Cho'qim bunda fazilatli bo'lish, oliy bo'lishning asosi va o'lchami va shu asos o'lchamni qo'llangan, asos o'lchamning ichiga kirgan amal darajasi yuqori, fazilati katta, savobi, ajri Allohning oldida cho'ng. Bu o'lchamlardan amalning davom bo'lishi. O'lchamlardan birisi amal davom bo'lishi. Cho'qim davomlashgan amal o fazilatli amal. Savobi yuqori amal. Shuning uchun islom biz musulmonlarni yana bu yerda bir nuqta bilan tarbiyalamoqchi bo'lyapti, qarindoshlar. U nima? İnsanın tabiatı gururluk, ig'irlik, zirikish, insanın tabiatı charchash, erish. İnsan bir ishga intilgan chog'da, yo bir ish bilan ta'sirlangan chog'da, yo bir narsa o insonga shundoq bir idisiga ta'sir qilib o'yg'otgan chog'da, u oldidagi tog'ni yutgan desa, xuddi yutib ketgandagidek. Yoki jiningizni biring desa, xuddi shu hamon jinini birtgandagidek bundoq ta'sir bilan bo'ladi. Hamosat bilan, ya'ni qizg'inlik bilan, hissiyot bilan, qini qiziqlik bilan bo'ladi. Ammo iymonchi bu iymon davomli bir xil turadigan, ya'ni kuchaydigan, mustahkamlashsa mustahkamlashadigan, o insonni asta paydin pay taraqqiy qilib eng yiroqda insonning ko'ziga ko'ringan bir ufqqa olib boradigan narsa bu. Shuning uchun amal davom bo'lishi lozim. Bir odam bir kecha uxlamay namoz o'qibdi, yana birisi 2 rakatli namoz o'qibdi. Ammo u bir kecha o'qibdi, uningdan keyin o'qimabdi. O har kun o'qigan bo'lsa, bu kishi Allohning oldida fazilati yuqori kishi, savobi katta kishi, darajasi oliy kishi va bu amal fazilatli amal. Xuddi ba'zi musulmonlar bizning oramizda shunda Ramazon kelgan chog'da sidqqa qiladigan, Ramazon kelsa Qur'on o'qiydigan, Ramazon kelsa kechalari uxlamaydigan, Ramazon kelsa namoz, ya'ni tahajjud namozlarini, tarovih namozlarini o'qiydigan. Ammo Ramazon chiqayotgan hamon uning Qur'oni azlab ketgan, namozi azlab ketgan, sadaqasi azlab ketgan, uning kishiliklaridagi amallari azlab ketgan. Bu amallarning fazilatlik va savobining yuqori bo'lishiga ta'sir etadigan amal. Advam deganning ma'nosi o amalni qilgan kishi shu amalga davomlashishi va o amalga izchillashishi deganlik bo'ladi. O amal u kishidan ba'zi qitimlar, ba'zi vaqtlarda sodir bo'ladigan amalning xilofidir. Ba'zi vaqtlarda qiladigan, ba'zi bir necha qitim qiladigan, qolib qoladigan bunday amal emas. Shuning uchun
musulmonlar qanday bir ish qilmoqchi bo'lsa, oldi bilan o'zida bir o'ylanib turishi lozim. Bir odamning bir aqlam 100 ming to'y pulni Allah yo'lida xarjlagandan shuni oyga bo'lib bir yil davomlashtira olganligi bu afzal. Chunki bir qitimliq ta'sirlanish bilan ya bir qitimliq da'vat bilan u biroqlan bir o'talishi mumkin. Ammo uni parchalab oyga bo'lib berilishi, yilga bo'lib berilishi yoki bir umr davomlashtira olishi o noyob tez. Shunlashqa musulmonlar qilgan amalimizning egisi bo'lishimiz lozim. İlim yo'liga netchimiz kiramiz, asta ilim yo'lidan to'xtab qolamiz. Da'vat yo'liga netchimiz kiramiz, da'vat yo'lidan to'xtab qolamiz. Üstümüzge İslamning nurg'un takliflarini üstümüzge olamiz, nafli yo'l bilan men ma ishni qilay deb. Ammo u ishni azroq zaman o'tgandan keyin to'xtab qolamiz. Bu fazilatlik emas. Amalning davom bo'lganligi fazilatlik va davom bo'lganligi o amalning Alloh subhanahu va taologa suyumlik bo'lganligining belgisi. Mana bu haqda sahih hadis keldi. Ahabbul a'mali ilallohi adwamuha va in qalla. Amallarning Alloh subhanahu va taologa suyumlikroqi amallarning oz bo'lsa-mu davomlashligini. Demak, Alloh taologa amalning cho'ngligi haybatlikligi o nima qilib ketmaydi, ya'ni azib ketmaydi. Davom bo'lishi, shu amalni qilgan kishining samimiy bo'lishi, izchil uni davomlashtirib qo'yishi Alloh subhanahu va taologa bu amal eng azidigan amal. Shayxon Masruqdan rivoyat qilib bunda dedi, men Oysha roziyallohu anhadan so'radim, qaysi ish payg'ambar alayhissalatu vassalamga suyumliroq edi desam, Oyshaning davomlashgan edi dedi. Rasulullah'ımız davamlaştırgan amelini yaxshi ko'rdi. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam 3 kişi kilip birisi ben keçisi uxlamayman degende, birisi ömür xotunu almayman degende, birisi kündüzü men asla ifta kılmayman degende Resulullah ben Allah'dan sildim bak qo'rqaman, Allah'dan sildim bak takvalı kılıman, ama men silik o'xshash qilmayman, uxlayman, xotun alaman, iftamı kılıman, bu mening yo'lim degan. Demek bu din insan özü kötürenmeydiğen ve davamlaştıramaydiğen emellerini yüklemeydi. Ama insan özü şu işte kılman depkadi kılgan olsa, çoğun bunu davamlaştırdıgan işte kılışı lazım. Hatta İslam bir kıtımda köp buluduğun, ya bir iş kıtımda köp buluduğun, ama davamlaşmaydiğen emellerge kılman deganlardan to'sdi. Bunda qilmanglar. Sizlar davomlashtirolmaysizlar, sizlar buni izchillashtirolmaysizlar. Bunda ko'p qilganinglardan bir qitim, ikki qitimda haybatlik qilganinglardan davomlashtirganinglar yaxshi edi. Bunda bir gap bor, hikoya. Bir nima bilan tushqan bilan faqat ikkisi baslashibdi bir nishonga yetish uchun deydigan gap bor. Tushqan ishga saklab, saklab nishonga yaqinlashqili oz qolgan, oz qoldi. Ammo faqat qolisi yo'q. U uxlabdi, u kap bo'g'uchilik uxlaydi. Yana bir muncha uxlabdi, yana qarisi yo'q. Yana uxlabdi, qarisi bir yerida asta kelyapti. Abu Tehe xeli bir yerlerde qapdi, kap bo'g'uchilik, yana bir aram ele olay, ishki saklablam nishonga yetib olaman deb. Ammo yana bir ko'zini ochib qarasa, u nishonga yetishib qolibdi, ammo u afsuslanadi. Xuddi bu insonni ko'p qilgan yoki hayvatlik qilgan amal men bunda ko'p ish qila oldim yoki nurg'ulgan çoğu işlerini kılıvattığında insanı mağrurlandırıp koyuşu mümkün. Ayşe radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı hem Peygamber aleyhissalatu vesselam Ayşe hanımның kaşıya kirdi. Ayşe hanımның kaşıda bir ayal beydi. Peygamberim bu kim bu ayal? Degende Ayşe hanım
bu namazı cıklıqı bilen tilg'ilitgan falani xilmiya. Yani o ayol hakikaten namazı köp okuyduğun ayol. Süptini depkadi bu bek namaz okuyduğun, dey namazdan düşmeydiğin, Allah'a beşini koyup yığılaydiğin bir ayol bu. Takva ayol, muttaki ayol degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mehdi toxta, bulmaptı bu kılık, yaxşı bulmaptı ma kılık. Sizler taqat keltireleydiğini kılınlar. Allah bilen qasam ki Allah zirikmeydi, siz zirikip kalırsınlar dedi Peygamberimiz. Yani İslam insanını özünün tabiitige mas halette minişqa yetekledi. Ayşe radıyallahu anh dedi ve kana ahabbu'd-din iley ma dawama aleyhi sahibuhu. Dinning yani amelning yaxshisi suyumliroq Peygamberimga o amelni ilgisi davomlashtirgan amaldi degan. Peygamberimga ilgisi davomlashtirgan amalni yaxshi ko'rdi. Meh degan ibodatda qattiq mushaqqatlarni tortishdan o'ziga o'zining toqatidan ortiq yukni atishdan to'sish bir so'zidir bu. O'zang ko'tarammaydigan yukni atmag'in. Bundaq ibodatni qilaman deb jafo chekma deb. Hammaga ma'lum, islomda qarab boqadigan ish bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom nurg'un ishlarni amaldan to'sdi. Ya'ni o'zi toqat keltirolmaydigan amallardan to'sdi. Ba'zi sahoba ayollar kechalari chechini turusga bog'lab qo'yib, men uxlab qolmasam bo'pti deb namoz o'qiganlar. Payg'ambar alayhisalom voy bu nima maqamchi degan chaqda mana bu palani mushundoq beshini bog'lab qo'yib, chechini bog'lab qo'yib namoz o'qitdi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni to'sgan. Shunda bo'lishi o kishi az amalni davomlashtirish bilan taati davomlashidi, barakati ko'paydi. Ama mushaqqatli ko'p amalni xilof bilan o az amalni davomli qilib taat davomlashib barakat ko'paydi. Mushaqqatli ko'p amalni xilof bilan ehtimol davomlashgan, üzülüp qolmagan az amal taraqqiy qiladi. Natijada üzülüp qoladigan ko'p amal netcan hasta ish bitadi. Davomli bo'lgandan ish bitadi. Shuning uchun tama ko'l to'sha degan bir gap bor bizdami? Bir tamchidan bo'lsa-mu temib tursa ko'l to'shidi. Ammo sel kelib ko'lni to'shqizolmaydi. Chunki sel üzülüp qoladi. Ammo tamchilab kelsa-mu ko'l to'shidi. Shunlashqa insonlarning tabiatlarida boshqa ishlardimi davomlashadigan az ish üzülüp qoladigan ko'p ishdan yaxshi degan bu urilishib ketgan edi. Odamlarning tabiatidami ko'p az ishdan üzülüp qoladigan az ish bu urilishib qolgan, ya'ni az ish davomlashadigan az ish ko'p ishdan davomlashmaydigan ko'p ishdan yaxshi ishkanligi odamlarning tabiatidan urilishib qolgan. Shilami bugun duraqlam ming ya 10 mingni tapqinidan her kuni 100'den, 150'den, 200'den tapa alasam ki bir ticaretçimi az tapsam mı devam tapsam deydi. Mesela diham mı az tapsam mı devamlı tapa alasam ziyan tatmasam deydi. هذا ما جعل النبي يحذر من الغلو في الدين والتشدد فيه. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni dinde çaktin işiş ve dinde çınıvılıştın çakleydiğen kılgan iş buldu. Demiş hadise o kişiye bir gün kılıdı, o adam o günde amelden zirkip kalıdı. Ya o adamın küçü o amelden aciz kep kalıdı. O insani acizlik boğallık sebebi bilen neticede o yolun ortasında toxtab kaldı. Bu şunun fakat Peygamber Aleyhisselam ergalandıgan. Çünkü yolun ortasında toxtab kalgan kişi seferini mi tüketenmeydi, uluğunu mu saklap kalanmaydı.
Yo'l o'rtasida to'xtasa, safarga oyog'iga chiqolmaydi. Manzilga yetmaydi. Keyniga yanay desa yetolmaydi. Natijada o'zimi tugishidi, ulug'imi tugishidi. Shuning uchun u yukni ko'p otib olib, o'ttir yo'lda qolgandan azroq otib, sog'lom shaklda manzilga yetganlik bu yaxshi. Shunlashqa payg'ambar alayhisolatu vasallam alaykum min al-a'mali bima tutiquna fa innalloha la yamillu hatta tamillu. Sizlar amallardan kuchinglar yetadiganini qilinglar. Allah chunki Allah zirikmaydi, sizlar zirikib qolsizlar degan. Öyle Peygamber Aleyhisselam'ı aleykum hadiyen qasidan ay mutavassitan fa innahu ma yushadda hazad-din yaglibuhu. Sizlar o'ttir yo'lni tutinglar. O'ttir yo'lni tutinglar. Kim bu din bilan qarshilashadi ekan, dinni chingitadi ekan, din u kishidan g'olib keladi degan. O bo'lanmaydi. Aqoidni chingitgan bilan, ching turib olgan bilan o qilinmaydi. İnsanning tabiati bilan dinning tabiati uyg'un, dinning tabiati emas. Chunki insonni yaratgan Allah dinni tushadi. İnsanning manfaati uchun u dinni tushadi. U din bilan moslashmagan, dinning ruhiga uyg'un kelmagan, dinning yetaklishi bilan mangmagan har qanday inson ya har qanday amali harakat bu to'xtab qoladi va u kishi yo'ldan ezib ketadi. Bu hadisning sababi Burayda rivoyat qilganidek bunda dedi. Men bir kunisi hojat uchun sirtga chiqdim. Shu vaqtda men payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birlidim. Payg'ambarim oldimda menga Bu payg'ambarim mening qo'limni tutdi. Biz barabar birga mangdik. Qo'limizda tutishib mangdik. Shu vaqtda biz oldimizda ruku, sujudni ko'p qilib namoz o'qiyotgan bir odamni bilan uchrashib qoldik. Namozni bak o'qiyotdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu odamni riyo qiladi deb o'ylamsan dedi. Muncha ular namozni o'qishda riyoxo'rlik bor deb o'ylamsan dedi. Men dedim, Alloh va uning rasuli olim. Payg'ambar alayhisolam demakchiki, bu riyo qilish uchun emas bu odam qilgan vaqtda. Shuning bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'lini qo'lamdan tortdi. Ikkimiz tutishmangan edik. An qo'lini jug'lidi, qo'lini tashlashga, ko'tirishga boshladi. Sizlar bir bo'lsa qo'linglarni tashlaysizlar, bir bo'lsa qo'linglarni ko'tirisizlar, mushuni o'xshaydi. Yine bir qilsanglar, mushunda amal qilasizlar. Yeni bir qilsanglar, faqat üzülüp ketesizlar. Qilmasizlar bu amalni. Va deydi alaykum hadiyan qasidan. Siz normal yo'lni tutinglar. Normal qilinglar. Bir kechasi uxlamaydigan, ertasi qo'rqmaydigan. Bir ishni qilg'ili tursanglar, butunlay shuni berilib, 4 kun, 5 kun, 10 kun, bir oy qiladigan, aningdan zerikib, charchab tashlaydigan. Bundan qilmanglar dedi. Sahl ibn Hunayb radhiyallohu anhu rivoyat qilindi. Jazman Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda dedi: "Sizlar o'zingizlarga chig'itib olmanglar. Mayli amal ibodat bilan bo'lsin, mayli xizmat bilan bo'lsin, mayli nafli navafillar bilan bo'lsin, mayli boshqa ustimizga olgan mas'uliyatlar bilan bo'lsin, buni chig'itib olmanglar. Faqat sizlarning oldinglardagi kishilar o'zlariga chinitqanlik sababi bilan halok bo'lib ketdi ular. Biz ko'p qila olamiz, yana qila olamiz, yana qilsam bo'ldi deb. Sizlar ularning qoldiqlarini chirkovlarda butxonalarda topsizlar. Ya'ni nurg'unlar oilasidan uzilib, butxona chirkovlarga kirib, rohib bo'lib ketgan. Demak, hadisdan ilingan mazmun islom ko'p amallarni cheklamaydi. Ammo ko'p amallarning üzülüp qilishidan, davomlashmasligidan. Chunki inson uni ko'tarib bo'lolmaydigan, uni davomlashtirib bo'lolmaydigan o'g'achqa uning ko'p bo'lsa-mu üzülüp qilishidan islom agalantiradi. Shuning uchun oz bo'lsa-mu davomlashtirish kerakligini, tashlab qo'ymaslik kerakligini, amallarning fazilati
derecesinin yuqurligi, savabının köplüğü, şu amelni qilg'uchining Allohning oldida afzal kishi bo'lishi bu amelning davom bo'lishi bilan bog'liq. Chuqur davomlashgan amal, davomlashmagan amaldan afzal. Bu qanday amal bo'lsin, qanday harakat bo'lsin, qanday ish bo'lsin, mayli moddiy, mayli ma'naviy bo'lsin, o davomlashish bu amalning afzal, fazilatli amal bo'lishining asosli o'lchamlari va asosli manbalari. Alloh subhanahu va taolo hammamizni oz qilsin-mu davomlashtirib qiladiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ilmimiz bilan manfaatlanigili va bu ilm bilan musulmonlarga xizmat qilishni nasib qilsin. Va alhamdulillah robbil alamin.